Bu qanday diyor edi? Buni hozir tushunmaymiz. Qanaqa diyorda yurganimizni, qanaqa diyorda bo'lib qaytayotganimizni hozir tushunmaymiz. Uyga borib bir hafta, 10 kun, 20 kunlardan keyin tushunamiz. Qayerga borib kelganimizni. Odatda bunaqa paytda euforiyalar baland bo'ladi, boshqa bo'ladi, tushunilmaydi. Bu qanday diyor edi? 100 minglab sahobalarning qadami tekkan diyor. O'sha biz eshitgan hamma sahobalarning qadami tekkan diyor edi. Otamiz Odam va onamiz Havoning uchrashgan joylari bo'lgan shahar edi. Bu joyda Hadicha onamizni Rasulullohga itoatgo'yligi bor edi. Bu shaharda Ismoil alayhissalomning Allohga va otasiga itoatgo'yligi bor edi. İbrahim alayhissalomni Alloh taologa vafo qilgani bor edi. Aytdi-ku, Hojar, ayoling Hojar bilan o'g'ling Ismoilni tashlab kel Bakka vodiysiga deganda, hozirgi Ka'bani yaniga tashlab ketgan. Hech narsa bo'lmagan u paytda, Ka'ba ham bo'lmagan, Zamzam ham bo'lmagan. Shu 70 gradus issiqqa tashlab ketgan Alloh taoloning birgina buyrug'iga. O'g'lingni so'y dedi, birgina buyrug'iga o'g'lini so'yish uchun olib keldi. Ana shuning uchun Alloh taolo Ibrohim alayhisalomni Qur'onda ta'riflab aytganki, va Ibrohim allazi vaffa. Albatta Ibrohim vafoli edi. Mana shunday payg'ambarlarni ko'rgan shahardan chiqib ketyapmiz. Bu shaharda Rasulullohning ko'z yoshlari bor edi. Ana shu Ka'bada duo qilayotganda bir qator mushriklar kelib tuyani qornini va ichaklarini ustiga tashlab yuborgan. Og'irligidan tura olmaganda Fatima onamiz kelib, ularni olib ustidan yig'lab uyga olib ketgan Rasululloh. Bu shaharda 100 minglagan sahobalar, eng kami 100 minglagan sahobalarni ko'rgan shahar. Rasulullohni ko'rgan shahar. Abdurrahmon ibn Avf, Abdulloh ibn Mas'ud singari eng buyuk sahobalarni shu Qur'onda Ka'bani yonida birinchi bo'lib Ar-Rahman surasini o'qigan, Ka'bani yonida birinchi Qur'on o'qilgan sura Ar-Rahman surasi bo'lgan. Mana shu surani o'qib Abdulloh ibn Mas'ud mushriklar urib o'ldi deb tashlab ketishgan oxiri. Qur'onning ilk oyatlari vahiy bo'lib tushgan shahardan chiqib ketyapmiz. Hiro g'orida aytiga Iqro bismi robbikallazi xalaq Alaq surasi nozil bo'lgan. Jabroil alayhissalom bir necha marotaba tushgan shahardan chiqib ketyapti. Inson qiyofasida ham kelgan, farishta qiyofasida ham tushgan, vahiy olib tushgan. Alloh taolodan Rasulullohga Hadicha onamizni vafoti to'g'risida xabarlarni olib tushgan. Mana shunday holatlarda bir necha marotaba farishtalarni tushgan shahardan chiqib ketyapmiz. Bu narsani hozir his qilishimiz yo'q. Keyin borganimizdan keyin his qilamiz. 5 kun 10 kundan keyin. Bizga hozir inshaalloh Ka'bani, mana bu muborak shaharni nuri urgan yuzimizga. Lekin buni o'zimiz har doim bir-birimizni ko'rib turganimiz uchun sezmaymiz. Uyga borganda qarindosh urug' ahlimizga, mahalla-ko'y, qo'ni-qo'shnilarga bilinadi. Muborak baytini, muborak Nabaviyni nurlari urgan. Endi borsak bizni 15 kun avvalgi inson sifatida qabul qilishmaydi mahallamiz, yana boshqalar. Bizni endi Allohning mehmoni bo'lib kelgan, Allohning baytini ko'rib kelgan inson sifatida qabul qiladi. Albatta mana shu mas'uliyatni barchamiz his qilib kelishimiz kerak. His qilib borishimiz kerak. Sabr, halimlik, taqvo, mana shu narsalarda bardavom bo'lsak, inshaalloh qolganlarga ibrat bo'lamizki, mana bu Allohning baytini ko'rib kelgan hojdada yoki hojona Alloh bizga ham nasib qilgan, mana shunday baytini ko'rib kelib, mana shunday chiroyli holatda yurishimizni deb ko'rganlar ibrat olishlik kerak. Chunki Allohning mehmoni bo'ldik. Madinada Rasulullohning mehmoni bo'ldik. Albatta Alloh va Rasulining mehmoni bo'lib bu joydan qaytgan odam o'zi bilan bir qancha xislatlarni olib ketish kerak. Olib borish kerak. Yana avvalgidek borib yursak, unda
Rasulullohga nisbatan ham hurmatsizlik bo'lib qoladi. Allohning baytiga nisbatan ham hurmatsizlik bo'lib qoladi. Avvalo taqvoni, halimlik taqvoni. 5 vaqt namozni. Mana avvallari namoz o'qimaganlarimiz hozir inshaalloh 5 vaqtni o'qidik. Ozmi ko'pmi o'rgandik. Inshaalloh mana shunda bardavom bo'laylik. Men yaxshi bilmayman ekan deb tashab qo'ygandan ko'ra, bilganini chiroyli qilib 5 vaqtda o'qigan yaxshi. Albatta Alloh taolo o'zi keyinchalik muvaffaqiyatga erishtiradi. Namozlarda bardavom bo'lib, balki Alloh nasib qilib, Qur'onni o'qishlikka Alloh hidoyat qilib qoladi. İnşallah mana shu narsalarni hammasini e'tibor berib, masjid yaqinlar imkoni boricha barcha namozlarni masjidda o'qishga harakat qilishimiz kerak. Masjid uzoqlarga endi uzr bor. Keyin mana qo'ni-qo'shni birodarlarga ozor berib qo'yganlarimiz bo'ladi. Alloh taolodan albatta kechirim so'radik, istig'for aytdik. Lekin qiyomatda Alloh taolo o'zi bilan bandasini o'rtasidagi barcha mushkulotlarni xohlasa kechirib yuboradi. Lekin bandasi va bandasidagi o'rtasidagi mushkulotlarda nariga jabr ko'rgan bandasi ham biroz rozi bo'lib qo'yish kerak bo'ladi-da. Shuning uchun shunaqa holatlar bo'lib qolgan bo'lsa, borib shu tanishimizdan ham bir qator kechirim so'rab qo'yaylik. Albatta qabul qiladi. Albatta qabul qiladi. Shu Zamzamdan shu necha idishga qo'yib turib, hali 300 deb baklashga uzr so'rab qo'ysak, inshaalloh mana shu qilgan umramiz, o'tkazgan 15 kunlik ziyoratimiz, ibodatimiz tamomiga yetgan bo'ladi inshaalloh. Hozir hammamiz albatta buni umid qilamiz. Onadan tug'ilgandek pokiza holatda chiqib ketyapmiz. Mana shu holatni saqlab qolaylik, hurmatli hoj dadalar va hojonalar. Albatta oson bo'lmaydi. Borganimizdan keyin o'zimizni yurtimizdagi mentalitet qandaydir bir boshqa sabablar bilan biroz yurish-turishimizda o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Mana shu narsaga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Albatta iloji boricha shunga harakat qilishimiz kerak. Odamlar ko'rib falonchi hoj dadam yoki falonchi hojonamga o'xshagan hoji bo'lib kelay deyishsinda. Mana shunday ibratlansin. Borib yana boyagidek nos chekib yuraversak, boyagidek sigaret chekib yuraversak yoki boyagidek haligi mana aroqni ichib yuraversak, unda bo'lmaydi. Alloh o'zi aytdi-ku, ikki nafar ikki toifa odamni chaqiradi baytiga. Birinchi toifa odam eng yaxshi ko'rgan bandalari. Buni men Madinada aytdim. Avtobusda birinchi ko'rishganimizda. Eng yaxshi ko'rgan bandalarni chaqiradi birinchi. Ikkinchi toifa ularni ham yaxshi ko'radi, lekin ba'zi bir gunohlari bor u bandalarning. Qaysidir sifatini yaxshi ko'rganki, chaqirib qolgan gunohlardan ham istig'for aytib tozalanib olsin deb chaqiradi. Har qanday holatda ham ikkala qaysi toifadan bo'lishimizdan qat'iy nazar, inshaalloh gunohlardan tozalanib, onadan tug'ilgandek fitratda ketyapmiz. Chunki Arafat maydonida duo qildik, duolar ijobat bo'ladigan maydon. Ravzatun min riyodil jannah. Rasulullohning ravzalarida duo qildik-a barchalarimiz. Va Masjidul Haromda bir qancha kunlar davomida duo qildik. Ka'bani ushlab duo qildik. Albatta mana bu duolar besamar ketmagan. Alloh taolo barchalarimizni gunohlarimizdan pokiza qilib qo'ydi. Endi shu ikki toifa odamlarning qatorida bu yo'lga mana shu yelkamizdagi gunohlarni ko'paytirib olmaslikka harakat qilishimiz kerak. Va albatta qo'ni-qo'shni mahalla ko'yiga ham amr ma'ruf ila nahiy munkar. Yomon odatlari bo'lsa, hozirgi aytgan odatlarimiz kerak, noz, aroq, yana boshqa g'iybat, mana shu narsalardan qo'limizdan kelganicha qaytarishimiz kerak ekan.